Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedilar: Kim juma kuni Kahf surasini o'qisa 8 kun bo'ladigan fitnalardan omonda bo'ladi. Bas agar Dajjal chiqib qolsa, uning fitnasidan emin bo'ladi. Ibn Mardaviy Ali ibn Abi Talibdan rivoyat qilgan. Kimki Kahf surasini nozil bo'lganidek o'qisa, qiyomat kuni nur bo'ladi. Abu Said Xudriydan Bayhaqiy rivoyati. Kim Kahf surasini juma kuni imom minbarga chiqmasdan ilgari o'qisa, 2 juma orasidagi gunohlariga kaforat bo'ladi. Nuri Baytul Atiqgacha yetadi. Said bin Mansur Xolid bin Ma'dan radhiyallohu anhudan rivoyat qiladi. Kahf surasi o'qilgan uyga ushbu kecha shayton kira olmaydi. Ibn Mardaviy Abdulloh bin Maghfildan rivoyat qiladi. Kim Kahf surasi avvalidagi 3 oyatni o'qisa, Dajjal fitnasidan omonda bo'ladi. Jinlar ta'siridan emin bo'ladi.